finalga Ispaniya hamda Argentina chiqdi. Bular o'rtasidagi uchrashuvda bittasi o'ta kitobiy o'ynaydi va mabodo Ispaniya hisobni ochadigan bo'lsa, agar o'zining futbolini davom ettiraveradigan bo'lsa, Argentina o'ziga kela olmasligi mumkin. Ko'rdik. Bu Angliya ham shunaqa bo'ldi. Lekin to'pni bermasdan, xuddi Fransiyani qiynagandek o'ynayversa, albatta Argentinaga qiyin bo'ladi. Lekin bo'lishi mumkin. Argentina terma jamoasi hisobni ochib oladigan bo'lsa, ko'ringda tomoshani. Ispaniyani hali ko'rmaganmiz bu rolda. Xo'sh, hisobni tenglashtirish uchun nima qiladi? Va Argentina hisobda oldinda borayotganda nima qilish kerakligini juda yaxshi bilgan jamoa sifatida balkim himoyaga ham o'tishi mumkin. Baribir eng sekin jamoalardan biri. Qarshi hujumlarga tayanib yanada qo'rqinchli ko'rinish olishi mumkin. Shuning uchun final kuni kim hisobni ochishi juda ham muhim. Ispaniya hisobni ochadigan bo'lsa, ko'p ehtimol yutib oladi deb o'ylayman. Argentina hisobni ochadigan bo'lsa, o'yin juda bir jonlanib ketadi. Bu final o'tgan finaldagidek bo'lish ehtimoli juda ham kam. Juda qiyin o'tgan finalni boshlash, ammo Messi hamda Yamal o'rtasidagi uchrashuv sifatida tarixga kiradi. Ustoz va shogird ertaga mana shunaqa davom etayotgani, bittasiga yakunlanayotgani, bittasiga boshlanayotgani butunlay boshqacha voqelik.